Yurtimizda Navro'z bayramini nishonlash tadbirlari yuqori shukuhda davom etmoqda. Qashqadaryodagi nufuzli oliy ta'lim dargohi bo'lgan Qarshi davlat texnika universitetida ham Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashtirish shiori ostidagi madaniy tadbir o'ziga xos tarzda bo'lib o'tdi. Xorijlik mehmonlar, professor, o'qituvchilar, talaba, yoshlar ishtirok etgan tantana jo'shqin kayfiyatda o'tdi. Sahna uzra badiiy chiqishlar, milliy an'analarimiz bilan bog'liq dasturlar namoyish etildi. O'zbek estrada san'ati yulduzlarining bahoriy kuy-qo'shiqlari ijro qilindi. Bu esa barchaga birdek xushnudlik bag'ishladi. Navro'z xalqlarimizni birlashtiruvchi muhim ma'naviy ko'prik ekanligini hozirgi tadbirda ishtirok etib anglayapman. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi do'stlik, ayniqsa ta'lim va ilm-fan sohasida yanada mustahkamlanyapti. Bilasizmi, bu kabi tadbirlar yoshlarni yangi bilimlar, innovatsiyalar va hamkorlikka ham ilhomlantiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, universitetda 7 ta fakultet mavjud bo'lib, 25 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda. 800 dan ziyod professor, o'qituvchilar faoliyat yuritadi. Yaqin kunlarda esa bangladeshlik 10 nafar talaba o'zbek tilini o'rganish va texnika sohasida bilim olish niyatida kelishi kutilyapti. Hurmatli prezidentimiz tomonidan 2026-yilda Qashqadaryoni rivojlantirish bo'yicha Qarshi davlat texnika universitetini o'quv laboratoriya bazasini yanada rivojlantirishga 9 milliard so'm budjetdan pul berildi. Bundan tashqari sun'iy intellekt laboratoriyasini tashkil etish boshlandi. Bu ham qarorda bor. Bunga ham 200 ming dollar mablag' ajratilyapti. Albatta buni hammasi muhtaram prezidentimizni ta'limga, ilm-fanga berayotgan e'tiborlari natijasi. Bugun ham bayramimizda ko'rsanglar, Bangladeshdan kelgan yoki Turkiyadan kelgan professor o'qituvchilarimiz biz bilan xursandchilik qilishyapti. O'qituvchilarimizni Navro'z munosabati bilan moddiy rag'batlantirdik. Eng muhimi, har yilgi Navro'z ta'lim muassasasida o'zgacha nishonlanadi. Bu kunda yutuqlar, yillik erishilgan natijalar tahlil qilinadi, yangi marralar qo'yiladi. Eng iqtidorli, turli tanlov va musobaqalarda g'olib bo'lgan yoshlar esa taqdirlanishadi. Aytish kerak, Navro'z nafaqat bahor, balki inson qadri va do'stlikni ulug'lovchi bayram sifatida ta'lim muassasalarida ham o'z aksini topmoqda.